juma. Buni ustiga bitta ehsonimiz bor edi, kichkinagina. O'tgan safar ustaxonadonga qildik, shu orasida sizlarning ham odaminglar bor edi 5-6 ta. Rahmat. Keyin bolalar yig'ilib ozgina niyat qildik. Bozorlikni zo'r qilganmiz. Kimda kam, kimda ko'p emas, hammalar bir xil. Tak. Bir chekkadan taqlaveramiz. Makaroni 2 xildan oldik. Osh qilishga savzini oldik. 5 kilo piyozni oldik. 10 kilo kartoshkali ham bor. Bir chekkadan hammasi nonimiz ham bor. Bolalarga mandarin, banana, mevalarga oldik. Tak, yana nima? 2 kilodan laqim go'sht oldik. Sho'rva qilib yemasanglar qaranglar. Chunki sovuqda yurasizlar-da. Shirinlik bolalarga. Haligi tushunka ham yeb ko'ramiz. Tushunka, choy, qora, ko'k, kolbasa, 2 xil siriylar bor. Qazini va sizlar uchun o'sha kun 300 kilo ko'tarib qo'ygan. Sho'rva qilib yemasanglar qaranglar. Chunki sovuqda yurasizlar-da. Yog' 2 litr oldik, 5 litr olmoqchilik sal imkon bo'lmadi. Marli kurpamiz bor, unimiz 2 xil mana. Tak, shakarimiz ham bor. Bo'ldimi? Va har bitta mehnat qilgan onalarimizga pul mukofotlari ham bor. Shunaqa gaplar. Endi men buni bir chekkadan tarqatsam. Qani, bismillah. Kam bo'lsa ko'pini ko'rasizlar. Kimda sharoit qanaqa, balki svetga to'larsizlar, balki gazga to'larsizlar, balki. Hammaga yetsa bo'ldi, keling. Joy almashaveringlar. Olganlar bu yoqqa o'tirsin. Hozir hammaga chekadan buni ichida pul mukofotlari. Yil ishchisi degan nominatsiya. Qani kimga? Uzatavering, kimga? Kelganlar kim? Yaqinda bir onamizni qizlar o'tib qo'ygan. Shunga bersak bo'ladimi? Keling. Keling. Qani rozi bo'lib bering. To'g'ri, nima deganingiz? Men rozi bo'laymi? Siz duo qildirib qo'yasizmi? Alloh barakatini bersin. Xudodan rozi. Ha? Yo'q, mana siz nechildan emishsiz? 10 yil bo'lyapti. 10 yil bo'lyapti. Bunaqa ehsonlar qabul qilganmisiz hech? Ehsonimiz bugun jumaga to'g'riladik. Har yili yangi nomni qilamiz, 50 ta 100 ta xonada. Imkoniyatdan kelib chiqdi. Biz top qo'ygan zavodimiz yo'q. Zaminni aniqtirgan onalasizlar, begona ona bo'lmaydi. Balki kimdir o'g'li hozir qo'li kaltadir, balki kimdir xo'jayin uchun tobi yo'qdir-da. Shuning uchun o'shalarni o'rniga biz bu safar qo'limizdan kelgancha zimmamizga oldik. Bozorni ko'rgani qo'ldan kelgancha qildik. Biron ikkinchi marta bizga ehson qilishga aziz aka. Dunyo turguncha turing. Bizdan Allohdan sizga. Amin. Musofirdagi ukalarimni duo qiling. Alloh musofirdagi salomat uyga qaytib, o'zingizni ham dunyo turguncha turing. Dunyo har xilda odamsan. O'shaning uchun bunaqa e'tibor birinchi marta. Men internetdagi ukalarimga duo qiling. Ularimiz umrlari uzoq bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin. Nima bizga atayotgan bo'lsa, Allohning ularga yaxshilik bo'lib qaytsin. Shu internetda yurib bizga shu bizlarga ayollarimizni hurmat qilib nimalarni qo'shgan, rizqlarni qo'shgan ukalarimizga ham kattadan katta rahmat. Birinchi aziz akamga rahmat. Bolalarimning rohatini ko'rsin, tanijonlari sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursin. Nima niyatlari bo'lsa bizga yaxshilik qilib qilayotgan o'zlariga 100 barobar yaxshilik bo'lib qaytsin. Yigit berim qo'llab. Asad
Nechta? Musofirlarni duo qilamiz. Ilohim eson-omon bag'riga kiyolsin. Farzandlaringiz musofir ekan, biz farzandlarni so'kamiz. Uchun xavotirlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hurmatli aka-ukalar, mana onaxonlarning hammasini rozi qilib qo'ldan kelgancha produktlarni berdik, duolarni oldik. Musofirdagi ukalarimizga ham, o'sha farzand talabati ukalarimizga ham, ishlayib yurishmay chigal bo'layotganlarga ham, xullas kalom hammasiga duo oldik. Endi esa 2-3 ta, menimcha 4 ta xonadonga borishimiz kerak. Hozir bir chekkadan o'sha xonadonlardan xabar olamiz. Juda og'ir holatlarda iltimos qilishgan, bo'lmasak bo'lmaydigan holatlar bor. Borib hozir xabar olib kelamiz, vaziyatlarni o'rganib kelamiz. Ha, ketdik. Hurmatli aka-ukalar, biz hozir xonadonga keldik. 6 ta farzandlari bor. Qizmi hammasi, o'g'ilmi? 2 ta o'g'il, 5 ta qiz farzandlari bor. Bir akamizni ayollari 6 ta bola bilan qolganlar. Ya oting nima sani? Hamming yetadi. Sonimiz bor. Mana bananni olib keldim. Alohida banan beraman. Tamam. Ha? Beraman. Alloh akbar. Hey, Lego'ni o'ynang, xo'pmi? Ehtiyot qiling. Davay, xayr. Yangi yillar bilan, xo'pmi? Sizni olib kelganman, olinglar. Ketdik dedi. Mayli, yo'qdan ko'ra. Sizni olib keldik produktni. O'lchov bilan oling. Mana. Bitta qo'yib bering, bitta qo'yib bering. Balki gazga, svetga olmaydi. Saodatini bersang ilohim. Shunchalik bizani hurmat qilib siylab kelibsan, sizlarni Alloh siylasin ilohim. Allohu akbar. Biz ozgina mana anaqa qanaqamiz ham bor edi mana sizga. Rahmat, barakat. Alloh rozi bo'lsin. Anaqa bolalarga shirinliklar olib keldik, yaxshi. Sizlarga o'yinchoq olib oldik. Nechta bola bor? 2 ta o'g'lim bor.